Toshkentdagi Krasnogorskiy qishlog'idamiz. Okalar. Bu joyimizda ham tom ishlarni, vodostok ishlarni tugatib berganmiz. Bir ko'rib ishlarimizga baho berasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli, akkuratni qilishga harakat qilganmiz. Mana ko'ringlar okalar. Bu shiyponimizni 2,5 oy, 3 oy avval qilib bergandik. Uy egalariga ishlarimiz ma'qul kelib, bu tomonda navislarimizni tomi yo'qmitgan ekan, chiroyli qilib berasiz deganlar. Men qo'ldan kelgancha harakat qilib, chiroyli qilib yuborishga harakat qilganmiz. Bu joyimizni strapilni buzib, mana shu holatga keltirganimizcha 10 kun, 12 kun atrofida 4-5 kishilik jamoa bilan harakat qilganmiz. Bu joyimizda hozir mana kanyolar qoldi. Xudo xolos kanyolarni qo'ysak, yanada chiroylilashadi. Ko'rishinglar mumkin, ishlarimiz tugamadi. Vodostokalarimizni tugatganmiz. Bu joyga sharshara nima deydi akalar? Juda ham akkuratni, chiroyli holatda bitgan uchastkamiz okalar. Sizlarga ko'cha tomonlarini ham ko'rsataman.